Assalomu alaykum qadrli Farrosh hikoyalari kanali tinglovchilari. Inson qog'oz parchalaridan iborat pul uchun nimalardan voz kechishi mumkin? G'ururidanmi? Yoshlik shijoatidanmi? Yoki butunlay o'zining yorug' kelajagidanmi? Jamiyat 24 yoshli kelishgan, kelajagi porloq yigitning 70 yoshli, yuzi ajinlarga to'lgan qari va sovuq boy kampirga uylanishi haqidagi xabarni eshitganda, uni bir ovozdan Alfons, pulning quli, iflos va tekinxo'r deb ayovsiz qoraladi. To'y kunida elit restoran zalida odamlarning nafratga to'lib pichirlashlari havoni parchalab, yigitning ko'ksiga o'qdek qadalib turardi. Ammo u yerdagi hech kim, hatto o'sha yigitning o'zi Rustam ham bu g'alati nikoh ortida qanday mudhish, jahannamdan chiqqan sir yashiringanini tasavvur ham qila olmasdi. U o'zini jondan aziz onasining og'ir operatsiyasi uchun qurbon qildim deb soddalarcha o'ylardi. Lekin dabdabali qasrning qalin yog'och eshiklari yopilib, to'y kechasi boshlanganda, Rustam yaltiroq qafasga emas, balki qonxo'r yirtqichlarning iniga o'z oyog'i bilan kirib kelganini butun vujudi bilan tushunib yetdi. Yosh yigitning haqiqiy do'zaxi endi aynan shu soniyalarda boshlangan edi. Murdalar bazmi yoxud qora to'y. Shaharning eng qimmat, eng kibrli elita restoranlaridan biri. Lekin bu yerda an'anaviy to'ylardagi kabi quvnoq kuy-qo'shiqlar, ehtirosli raqslar yoki kelin kuyovning baxtdan sarxush tabassumlari mutlaqo yo'q edi. Zalda dahshatli, og'ir sukunat va asabni egovlovchi sokin klassik musiqa. Faqatgina violonchelning yig'lamsiragan ovozi yangrardi. Zalning to'rida barchadan balandda joylashgan katta tilla kursida 24 yoshli Rustam qotib o'tirardi. Uning bo'yi baland, yelkalari keng. Egnida qop-qora, o'ta qimmatbaho smoking. Ammo uning kelishgan yuzida qon yo'q. Ko'zlari xuddi jonsiz murdanikidek qotib qolgan, nigohlari tubsizlikka tikilgan edi. U qaltirayotgan qo'llarini tizzasiga qo'yib, barmoqlarini oppoq oqarguncha qisib olgandi. Uning yonida esa nogironlar aravachasida 70 yoshli milliarder ayol Hadicha begim o'tirardi. Kampirning yuzi minglab chuqur ajinlarga to'la. Qattiq qotib qolgan yuzida hech qanday emotsiya, hech qanday insoniy tuyg'u yo'q. Egnida to'q qizil rangdagi, o'ta eski uslubdagi, lekin millionlab dollar turadigan, haqiqiy brilliantlar bilan bezatilgan shohona libos. Uning ko'zlari garchi keksaygan, qovoqlari osilgan bo'lsa-da, shu qadar o'tkir va ilondek sovuq ediki, unga tasodifan qaragan har qanday odamning eti jimirlab, suyaklarigacha muzlab ketardi. Restorandagi mehmonlar, asosan Hadicha begimning qari biznes hamkorlari va uning ulkan merosiga ko'z tikib yurgan ochko'z, qonxo'r qarindoshlari, o'z stollarida viqor bilan o'tirib, qadah urishtirib, zaharxanda tabassum bilan pichirlashardi. Qaranglar, bu yaramas Alfonsni, kampirning sassiq pullari uchun o'zining yigitlik g'ururini bitta keksa yotog'iga arzon garovga sotdi, deb pichirladi Hadicha begimning 40 yoshli jiyani Davron, qo'lidagi qimmat konyakdan xo'plab. Xolam qariganda butunlay aqldan ozgan. Yoki bu yigit unga qandaydir sehrli dori berib o'ziga og'dirib olgan. Lekin xavotir olma, jonim. Kampir jon berishi bilan bu iskirt yigitni bir tiyinsiz, ustidagi shu kiyimi bilan ko'chaga itdek itqitamiz, dedi Davronning yonida o'tirgan xotini zaharli kulib. Rustam bu hazm qilib bo'lmas gaplarni aniq eshitib turardi. Uning yigitlik g'ururi toptalib, ming bo'lakka bo'linib, ezilib parcha-parcha bo'layotgandi. O'z tengi, go'zal qizlar oq ko'ylakda u bilan baxtli oila qurishni orzu qilib yurgan bir paytda, u o'zining munis onasini o'lim panjasidan qutqarib qolish uchun jigar ko'chirib o'tkazish operatsiyasiga havo va suvdek kerak bo'lgan 110 ming dollarni deb o'zini bu ajal mashinasiga, shu qari alvastiga tiriklayin sotgan edi. Faqat onam yashab ketsa bo'ldi. Qolgani men uchun muhim emas. Men har qanday xo'rlikka, har qanday azobga chidayman, deb o'zini o'zi ishontirardi yigit, ich-ichidan qon yig'lab. Zulmat qasri va tungi vahima. Tungi soat 23 dan o'tdi. Hech qanday shovqinli to'y kortejisiz, faqat bitta qop-qora, zirehli Rolls-Royce mashinasi Rustam va Hadicha begimni shahar tashqarisidagi kimsasiz o'rmon ichida joylashgan ulkan qasrga olib keldi. Baland, 10 metrlik qalin temir darvozalar xuddi mudhish qamoqxona eshiklaridek g'ichirlab, og'ir ohangda ochildi. Hovli o'ta jimjit.
Atrofda xuddi qabriston sukunati hukm surar. Qora kiyingan xizmatkorlar esa xuddi arvohlardek ovozsiz, sharpasiz harakat qilishardi. Rustam mashinadan sekin tushib, Xadicha begimning nogironlar aravachasini tushirishga er sifatida yordam bermoqchi bo'ldi. Ammo kampirning shaxsiy, maxsus tansoqchisi bo'lgan, bo'yi 2 metr keladigan, qop-qora ko'zoynak taqqan barzangi yigit bo'ladi. Rustamning qo'lini shunday qattiq itarib yubordiki, yigit muvozanatini yo'qotib yiqilay dedi. Xonimga teginishga zarracha haqqing yo'q, deb guldiradi tansoqchi po'lat-po'latdek qattiq ovozda. Rustam hayron bo'lib, nima qilarini bilmay qotib qoldi. To'y kechasiga o'z xohishi bilan kelgan qonuniy eri bo'lsam ham, uning aravachasiga teginishga haqqim yo'qmi? degan o'y miyasini tirnadi. Ular ulkan, o'rta asrlar ritsarlari qasrini eslatuvchi sovuq va vahimali uyga kirishdi. Baland devorlarda qadimiy suratlar osilgan. Past, xira nur taratuvchi og'ir qandillar yongan. Hech qanday shinamlik, hech qanday insoniy issiqlik, mehr hidi yo'q. Keksa, yuzi bo'zdek oqargan uy xizmatchisi ayol Rustamga arvohdek sudralib yaqinlashdi. Rustambek, xonimimiz o'zlarining 2-qavatdagi yotoqxonalarda sizni kutmoqdalar. Tepaga kiring. Lekin xonada nima ko'rsangiz ham, qanday holatga guvoh bo'lsangiz ham ovoz chiqarib baqirmang, dedi xizmatchi g'alati, odamning yuragini orqaga tortib yuboradigan dahshatli ohangda. Rustamning tomirlaridagi qon shuv etib muzlab qoldi. Nima ko'rsam ham baqirmang. Nima demoqchi o'zi bu yalmog'iz xotin? Balki kampir rostdan ham aqldan ozgandir. Yoki meni u yerda xuddi qurbonlikdek yeb qo'yishadimi? Uning qadamlari xuddi tonnalab qo'rg'oshin bog'langandek og'irlashdi. U uzun, qorong'i koridor bo'ylab 2-qavatdagi og'ir eman yog'ochidan yasalgan yotoqxona eshigi tomon yura boshladi. Yotoqxonadagi zulmat va birinchi dahshatli haqiqat. Rustam qaltiragan qo'llari bilan eshikning muzdek temir tutqichini ushladi. Rustam, o'zingni qo'lga ol. Onangning operatsiyasi uchun pullar allaqachon xorijdagi hisob raqamga o'tkazildi. Sen faqat o'z vazifangni, erkaklik burchingni bajarishing. Bu qari kampirning barcha injiqliklariga tishni tishga qo'yib chidashing kerak, dedi u o'ziga o'zi shivirlab. U og'ir eshikni sekin ochdi. Ichkari deyarli qop-qorong'u edi. Faqatgina burchakda yongan bitta xira, qizg'ish lampa xonani birozgina vahimali yoritib turardi. Katta, o'ta shohona va keng karavot bo'm-bo'sh edi. Rustam sekin, ehtiyotkorlik bilan ichkariga qadam qo'ydi. Xadicha opa. U qanday murojaat qilishni ham bilmasdan duduqlandi. Birdaniga uning quloqlari ostida eshik qattiq zarb bilan yopildi va tashqaridan shiq etib kalit bilan qulflab qo'yildi. Rustam cho'chib ketib yugurib borib eshikni tortdi. Lekin u beton devordek qotib qolgandi. U tuzoqqa, qafasga tushdi. Shu payt xonaning eng qorong'i burchagidan, chuqur kreslodan qandaydir qora sharpa asta o'rnidan turdi. Rustam ko'rgan manzarasidan dahshatdan nafas ololmay qoldi. Axir Xadicha begim nogironlar aravachasidan umuman tura olmasdi-ku. U ko'p yillardan beri yura olmasdi. Lekin qorong'i soyadan chiqqan odam to'ppa-to'g'ri, qaddini tik tutgan holda, sog'lom oyoqlari bilan Rustamga qarab yura boshladi. Lampa yorug'ida uning yuzi ko'rindi. Bu haqiqatan ham Xadicha begim edi. Lekin u kunduzgi yig'loqi, nogiron kampirga umuman o'xshamasdi. U qaddini mag'rur tik tutgan. To'ydagi yaltiroq va og'ir libosini yechib, ustiga qora ipak tungi xalat kiygan. Barmoqlari orasida esa uzun, qimmatbaho sigara tutab turardi. Uning ko'zlarida hech qanday qarilik yoki ojizlik alomati yo'q. Aksincha, o'ta o'tkir, yirtqichlarga xos kuchli energiya chaqnab turardi. U xuddi 70 yoshli kasal ayol emas. Butun boshli jinoiy imperiyani boshqaradigan, shafqatsiz mafiya sardoriga, yovuz qirolichaga o'xshardi. Axir siz nogiron edingiz-ku, deb duduqlandi Rustam, oyoqlari qaltirab devorga tisarilib. Xadicha begim sovuq va past, ammo xonani titratadigan ovozda qahqaha otdi. Men o'zim xohlagan odamlar uchungina nogironman, Rustam. Dunyo meni ojiz, kasal kampir deb o'ylashi. Sening oilangni xonavayron qilgan qarg'alar o'zini xotirjam his qilishi uchun aravachada o'tiraman. Lekin sen qarg'a emassan. Sen mening o'z qo'lim bilan tanlagan yosh bo'rimsan.
Tungi qasamyod va qonli sirning fosh etilishi. Kampir sigarasining kulini qimmatbaho tilla kuldonga sokinlik bilan qoqdi-da. Rustamning ro'parasiga kelib to'xtadi. Uning yuzidagi minglab ajinlar orasidan chuqur, dahshatli hayotiy tajriba va qandaydir qonli xotiralar aniq ko'rinib turardi. Men seni keksa yotog'imni isitish uchun sotib olmadim, ahmoq bola, dedi Xadicha begim uning ko'zlariga xuddi nayzadek qadalib. Sening yosh vujuding, sening erkaklik go'zalliging menga bir sariq chaqalik qiziq emas. Menga sening yuragingdagi g'azabing, ulkan nafrating va umidsizliging kerak edi. Rustam hech narsani tushunmas, ongi xiralashib borardi. U nima jinni xonaga tushib qoldi? Unda nima uchun menga dabdaba bilan uylandingiz? Menga nima kerak o'zi sizga? Nega yuzlab odamlar orasidan aynan men? deb baqirib yubordi Rustam o'zini yo'qotib. Xadicha begim hech narsa demasdan xonadagi katta temir seyf tomon yurdi. U yerdan qandaydir qalin, qora teridan tikilgan jild papkani oldi va to'g'ri Rustamning yuziga qaratib bor kuchi bilan otdi. Papka yerga tars etib tushib ochilib ketdi. Uning ichidan o'nlab eski fotosuratlar, qonga belangan ko'ylak parchasi va qandaydir rasmiy hujjatlar polga sochildi. Rustam eng tepadagi rasmga ko'zi tushishi bilan yuragi urishdan to'xtab qolayozdi, nafasi bo'g'ziga tiqildi. Suratda uning 15 yil oldin avtohalokatda fojiali vafot etgan mehribon otasi qonga belanib yotardi. Lekin bu oddiy avariyadagi jarohat emasdi. Suratda otasining bo'yniga qalin po'lat sim o'ralgan, boshi og'ir g'isht bilan ayovsiz majaklangan, dahshatli qotillikning aniq isboti aks etgan edi. Nima bu? Otam. Axir otam avariyada o'lgan-ku. Rustamning ko'zlaridan oliv chaqnab, alam bilan kampirning yoqasiga yopishdi. Buni qayerdan oldingiz? Javob bering, maxluq. Xadicha begim hech qanday qarshilik ko'rsatmay, Rustamning qo'llarini xuddi pashshadek sekin itarib yubordi. Otangni mashina urmagan, go'l bola. Otang mening marhum erimning eng yaqin, eng ishonchli yordamchisi va do'sti edi. Uni sening o'sha mehribon xolang, o'z qondoshing bo'lmish qahhor amaking va mening iflos qarindoshlarim til biriktirib o'ldirishgan. Ular mening kompaniyamdagi 100 millionlab dollarlarni o'marish sirlarini otang bilib qolgani uchun uni shafqatsizlarcha qurbon qilishdi va avariya qilib ko'rsatishdi. Rustam eshitgan gaplardan dahshatdan qotib qoldi. Uning butun hayoti, barcha ishonchi yolg'on ekanmi? Uning jondan aziz otasini o'sha uni va onasini uydan ko'chaga haydab tashlab ketgan o'zining amakilari o'ldirgan ekanmi? Men hozir saraton kasalligining eng so'nggi, 4-bosqichidaman, Rustam, deya davom etdi Xadicha begim, ovozida o'limning sovuq nafasi aniq eshitilib. Menga atigi 6 oy umr qolgan. Mening atrofimda xuddi jasadni yeyishga tayyor qurtlardek o'rab olgan qarindoshlarim, o'sha sening otangni va mening yolg'iz o'g'limni o'ldirgan xoin dushmanlar mening o'limimni intiqlik bilan kutib, butun merosimga ko'z tikib turishibdi. Lekin men ularning tomog'iga suyak bo'lib qadalaman. Men ularga bir sariq chaqa ham qoldirmayman. Men senga jamoat oldida o'z qonuniy erim maqomini ataylab berdim. Ertadan boshlab butun imperiyamning, barcha zavod va kompaniyalarimning mutlaq boshqaruvchisi, bosh direktori O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha senga aylanadi. Men seni o'zimning o'lim oldi qasoskorim, jallodim qilib yolladim, Rustam. Sening vazifang o'sha marazlarning hammalarini yer bilan yakson qilib yanchib tashlash. Mol-mulklarini tortib olib ko'chaga gadoy qilib haydash va otang uchun shafqatsiz qasos olish. Senga bu ish yoqqan bo'lsa ham, yoqmasa ham, sen bugundan boshlab bu qonli va ayovsiz o'yindasan. Rustam qaltiragan butun vujudi bilan yerdagi otasining qonli suratlarini hovuchlab ushladi. Ko'zlaridan yosh emas, nafrat uchqunlari to'kildi. Onasining qutqarilishi shunchaki tasodif emasdi. Kampir bu o'ksik va alamzada yigitni 15 yil davomida soya kabi kuzatgan. Uning yuragidagi nafrati qachon pishib portlash darajasiga yetilishini sabr bilan kutgan ekan. U to'y saroyiga, qulay yotog'iga emas, qonli qasos teatrining eng yovvoyi va shafqatsiz urush maydoniga kiritilgan edi. Va ertaga ertalab quyosh chiqishi bilan dahshatli o'yin boshlanadi. Xoin qarindoshlarning qasrga bostirib kelishi va ilk zarba, asab tolalaringizni tarang tortib portlatadigan ilk qarama-qarshilik arafasida
Odamlar doim yosh va nochor insonni ko'rganda, uni himoyasiz, irodasiz va oson o'lja deb hisoblashadi. Hadicha begimning qari va ochko'z qarindoshlari ham 24 yoshli Rustamni shunchaki onasi uchun pulga o'zini sotgan irodasiz, yig'loqi latta yigit deb o'ylashgan edi. Ular butun tuni bilan bu qabristondek qasrda nimalar bo'lganini, qanday dahshatli qonli sir ochilib, mudhish qasamyod ichilganini tushlarida ham bilishmasdi. To'yning ertasigayoq qasrga bostirib kelib, kasal kampirni psixiatriya shifoxonasiga aqldan ozgan deb yopish va yosh Alfonsni sharmanda qilib ko'chaga itqitishni aniq reja qilgan bu qashqirlar galasi aslida o'z qo'llari bilan o'zlarining shafqatsiz jallodini uyg'otib, zanjirdan bo'shatib yuborishgan edi. Rustamning yosh qalbida endi pulga bo'lgan muhtojlik va onasi uchun yalinish emas, balki vahshiylarcha o'ldirilgan otasining qoni uchun alangali qasos olovi yonardi. U endi g'arib, yig'laydigan nochor o'g'il emas. U butun boshli imperiyaning yagona, shafqatsiz va qonuniy xo'jayini edi. Tongi metamorfoza yoxud yangi qirolning zirhli libosi. Tongi soat 7:00. Qasrning ulkan, shiftlari baland va sovuq yotoqxonasi. Rustam butun tunni bir soniya ham uxlamay, ko'z qirpmay o'tkazdi. Uning ko'z o'ngida kampir tashlagan o'sha mudhish jilddagi hujjatlar, otasining qonga belangan majachlangan boshi va bu dahshatli qotillikning tepasida kulib turgan xoinlarning, o'zining qon isli amakilari va kampirning jiyanlari ismlari tinmay aylanardi. U devor bo'yidagi ulkan ko'zguga qaradi. U kechagi sodda, onasining dorisi uchun yig'lab, odamlardan yordam so'rab yurgan 24 yoshli yigitga umuman o'xshamasdi. Uning ko'zlarida yovvoyi, muzdek va o'limkor bir qat'iyat porlardi. Orqadan eshik ohista ochilib, qo'lidagi nogironlik aravachasini o'zi itarib, ammo tik va mag'rur oyoqda Hadicha begim kirib keldi. Uning egnida qimmatbaho qora ipak xalat. "Sening ko'zlaring", dedi kampir xirillagan ovozda, qoniqish bilan tabassum qilib. "Sening ko'zlaringda rahmatli otangning chekinmas qat'iyati bor. Men tanlovda adashmabman. Bugun ular seni g'ajib tashlash, teringni shilish uchun bu yerga kelishadi. Qo'rqyapsanmi, Rustam?" Rustam ko'zgudan o'zining aksidan ko'zini uzmay chuqur nafas oldi. "Men ularning o'zlarini itdek g'ajib tashlayman. Faqat menga tishlashim uchun vakolat kerak", dedi yigit mushtlarini qattiq tugib. Hadicha begim aravacha ustida yotgan qora baxmal qutichani sekin ochdi. Uning ichida butun kompaniya prezidentining mutlaq ramzi bo'lgan katta qora oniks toshli, asriy qadimiy tilla uzuk va boshqaruv kengashining mutlaq bosh direktori, ya'ni Cheo etib uni tayinlaganligini qonunan tasdiqlovchi bosh ishonchnoma, generalnaya doverennost yotardi. Bu uzukni taq, yigit. Hujjat allaqachon shaharning eng katta notariusidan kechasi bilan o'tgan va rasman kuchga kirgan. Sen bugundan boshlab shunchaki mening ko'chadan topilgan erim emassan. Sen barcha Banu imperiyasi va kompaniyasining mutlaq va yagona xo'jayinisan. Sening har bir so'zing endi ular uchun qonun. Ularning pullari, uylari, qimmat mashinalari, hatto nafas olish ham endi to'g'ridan to'g'ri sening qo'lingda. Endi pastga tushib borib ularga kimligingni va kimning o'g'li ekanligingni ko'rsatib qo'y, deb qahqaha otdi kampir o'z rejasidan sarmast bo'lib. Rustam qop-qora, o'zining qaddiga mukammal tikilgan qimmatbaho italiyalik kostyumni kiydi. Barmog'iga o'sha og'ir tilla uzukni taqdi. U yotoqxonadan chiqib, pastga ulkan ovqatlanish zaliga qarab zinadan tushib borarkan, uning har bir qadami ostida butun qasr qo'rquvdan titrayotgandek tuyuldi. Och qashqirlarning bostirib kirishi. Soat 9:00. Qasrning ulkan temir darvozalari oldiga 4 ta qop-qora, dabdabali Stlas va Gelendwagen mashinalari kelib asabiy tarzda qattiq tormoz berdi. Mashinalardan Hadicha begimning ochko'z jiyani Davron, 40 yoshli o'ta mag'rur va qonxo'r rahbar o'rinbosari, uning yasangan xotini va yana 2 ta keksa biznes hamkor, ya'ni Rustamning o'z amakilari bo'lmish qahhor o'z yordamchilari bilan tushib kelishdi. Ular kechagi to'y mojarosidan o'ta g'azabda edilar. "Ochinglar bu la'nati darvozani", deb baqirdi Davron qasr tansoqchilariga qarab. "Men shu oilaning, bu imperiyaning yagona qonuniy merosxo'riman. Katta xolam aqlidan ozgan. Bugun u bilan jiddiy gaplashib, anavi iflos, ko'chadan kelgan Alfonsni o'z qo'llarim bilan ko'chaga yalangoyoq haydaymiz.
Qo'riqchilar indamay, qo'llarini ko'kragiga qo'ygancha darvozani ochishdi. Davron o'zining qora guruhini yetaklab, o'ta asabiy holda qasrning ulkan va shohona ovqatlanish zaliga, stoloviyaga taklifsiz bostirib kirdi. Lekin ular zalga kirishlari bilan ko'rgan manzaradan dahshatdan qotib, o'z joylarida mixlangandek to'xtab qolishdi. Uzunligi 10 metr keladigan dabdabali qizil daraxtdan yasalgan stolning to'rida nogironlar aravachasidagi qari Xadicha begim emas, balki qop-qora kostyumda, qo'lida o'ta qimmatbaho chinnigul chashkada qahva ichib, bir oyog'ini ikkinchi oyog'i ustiga tashlab, g'oyatda sovuqqon va haqiqiy qirollardek salobat bilan yosh Rustam o'tirardi. Uning orqasida 4 ta tog'dek barzangi, qurollangan tansoqchi qo'l qovushtirib, uning himoyasida turardi. Davronning yuzi g'azabdan va haqoratdan qizarib ketdi. Sen iflos Alfons, nima qilyapsan bu yerda? Xolamning taxtidek stulida tur o'rningdan, qul. Xolam qayerda? deb baqirdi u zalni boshiga ko'tarib, stol tomonga jahl bilan bostirib borib. Rustam qahvadan bamayli xotir bir xo'pladi. Uning yuzida zarracha ham qo'rquv yoki yoshlik hayajoni yo'q edi. U chashkani stolga taq etib qo'ydi-da, o'tkir, yirtqich nigohlarini Davronga qadadi. Sening xolang hozir o'z xonasida dam olyaptilar. U kishini bezovta qilishga hech kimning, hatto sening ham zarracha haqqing yo'q. Shuning uchun bugundan boshlab oila va kompaniya barcha masalalari bo'yicha faqat men bilan gaplashasan, Davron, dedi Rustam shunday bir pishqirgan, bo'g'iq ohangdaki. Uning ovozidan atrofdagilarning va amakilarning eti jimirlab ketdi. Birinchi halokatli zarba yoxud oltin taxtdagi qasoskor. Davron bu so'zlarni eshitib, baland ovozda masxaralab qahqaha otib yubordi. U o'zining yordamchilari va sheriklariga qarab istehzo bilan kuldi. Eshitdinglarmi bu ko'chadan kelgan tirranchani? Biz sen bilan gaplashamiz. Sen kechagina kasal onasining dori darmoni uchun 70 yoshli kampirning issiq yotog'iga o'zini sotgan iflos, yalangoyoq gadoysan. Sen bu joyda hech kimsan, tushundingmi? Hozir o'z qo'riqchilarimga buyuraman. Teringni tiriklayin shilib, shu baland derazadan pastga otib yuborishadi. Davron stol ustidan qoplondek sakrab o'tib, to'g'ri Rustamning yoqasidan ushlamoqchi bo'ldi. Lekin Davronning qo'li Rustamning yoqasiga yetmasdan oldin. Rustam yashindek tezlikda o'rnidan sapchib turdi-da, Davronning cho'zilgan qo'lidan shunday qattiq ushlab, orqaga qarab shafqatsizlarcha qayirib yubordiki. Qars. Davronning yo'g'on bilak suyaklari qarsillab ketib, u og'riqdan faryod qilib dodlab yubordi va shu zahoti Rustamning oyoqlari ostiga tiz cho'kib qoldi. Uning qo'li Rustamning temir changalida sinay deb titrab turardi. Zaldagi qarindoshlar bu yashin tezligidagi javobdan dahshatdan qotib, orqaga tisarilishdi. Davronning xotini o'zini yo'qotib chinqirib yubordi. Rustam tiz cho'kib, azobdan ingrayotgan Davronning yuziga egildi. Uning ko'zlaridagi qonxo'rlik xuddi marhum otasining qasoskor ruhidan o'tib kelayotgandek dahshatli va ayovsiz edi. Yana bir marta mening onamni iflos tilingga olsang, o'sha tilingni tomiridan sug'urib hovlidagi itlarga yediraman. Eshitdingmi meni, qashqir? deb vishilladi Rustam uning qulog'iga. Keyin Davronni xuddi iflos latta kabi qattiq itarib yubordi. Davron polga yuztuban sharmandalarcha yiqildi. Rustam qaddini to'g'rilab, kostyumini bamayli xotir qoqib qo'ydi va stol ustida turgan qora jildli qalin papkani ochib, ichidan bir nechta muhrlangan qog'ozlarni oldi-da ularning ustiga otdi. Oq hujjatlar Davron va boshqa hayratdagi qarindoshlarning yuziga uchib tushdi. Men bilan qonun va kuch tilida gaplashmoqchimidinglar? Olinglar, yaxshilab o'qinglar, dedi Rustam qattiq ovozda. Bu Xadicha begimning shaxsiy va qonuniy imzosiga ega hujjat. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, men bugundan boshlab Banu imperiyasining 100% aksiyadori va mutlaq bosh direktoriman. Bunga barcha yuridik va jismoniy huquqim bor. Davron polga sochilgan hujjatlarni qaltiragan qo'llari bilan yig'ib oldi. Uning ko'zlari o'qigan satrlardan kosasidan chiqqudek bo'ldi. Notarius muhri, davlat raqamlari, barcha imzolar mutlaqo haqiqiy va qonuniy edi. Bu kechagi masxara qilingan Alfons endi ularning yagona va shafqatsiz xo'jayini edi. Fosh etilgan qilmishlar va qashqirlarning tiz cho'kishi. Lekin bu hali hammasi emas, deya davom etdi Rustam xotirjamlik bilan.
Stolni aylanib o'tib, dahshatdan qotib qolgan o'zining qonli amakisi Qahhor va Davronning qarshisiga kelib to'xtab. Davron, men sening kompaniya hududidagi rivojlanish jamg'armasi deb atalgan yashirin hisobingdan har oy Kiprdagi ofshor zonalarga $2 million yashirincha o'tkazib kelayotganingni kechasi bilan tahlil qilib ko'rdim. Bu qora pul qayerga ketyapti desam, Dubayda o'zingning qonuniy xotiningdan yashirib olgan. Rustam shu joyda Davronning yonida oqargan xotiniga qarab qo'ydi. Yashirib olgan yosh 18 yoshli rus o'ynashinga uning villalariga sarflanayotgan ekan. Qiziq, shunday ajoyib hujjatlar va yashirin uyingdagi issiq fotolaring erta tongda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga va eng yomoni mana bu sadoqatli xotining qo'liga tushsa sening holing nima kechadi? Davronning xotini bu gapni eshitib o'zini yo'qotib qo'ydi. Nima? Qanaqa o'ynash? Qanaqa rus qiz? Davron, bu gaplar to'g'rimi? Deb baqirdi u erining yoqasiga yopishib. Davronning rangi dokadek oqarib, o'likning tusiga kirdi. Uning tili aylanmay qoldi, barcha ishonchi sindi. Rustam uning butun moliyaviy va iflos shaxsiy jinoyatlarini atiga bir kechada titib, tagiga yetib chiqqanini tushundi. Bu oddiy Alfons emas. Bu ularni yo'q qilish uchun mukammal tayyorlangan sovuqqon qotil edi. Rustam ularni o'z holiga tashlab, indamay amakisi Qahhorning yoniga keldi. Otasining qonli o'limida bevosita qo'li bo'lgan xoin, jigarband amakisi. Siz-chi, Qahhor amaki? 15 yil oldin o'z jigaringizning otasini, ya'ni o'z akangizni avariyada o'ldi deb yolg'on yig'lab, onam ikkalamizni merosdan mahrum qilib ko'chaga haydab solgandingiz. Akangizning issiq qoni to'kilgan kunning ertasigayoq kompaniyaning eng katta moliya bo'limiga o'zingiz rahbar bo'lib oldingiz. O'sha mash'um kungi avariya tafsilotlari yozilgan, politsiyadan pul bilan yopilgan maxfiy ekspertiza xulosalari hozir mening xonamda, seyfimda turibdi. Tormozlar qasddan kesilgani va qotillarga pul o'tkazilgani haqidagi asl hujjatlar. Qahhor amakining oyoqlaridan mador butunlay ketib, gup etib orqasidagi devorga suyanib qoldi. Rustam, sen qayerdan olding bularni? Kim senga bu narsalarni berdi? Rustam sovuq va ayovsiz qahqaha otdi. Sizlar Hadicha begimni aqlidan ozgan, Kar va Soqov o'limini kutib yotgan kampir deb o'ylaganmidinglar? U hamma narsani g'oyatda yaxshi biladi va u menga sizlarni yanchib tashlashim uchun barcha qurolni kecha tunda o'z qo'li bilan berdi. Rustam ovozini 10 barobar ko'tarib butun zalga qarab o'shqirdi. Bugundan, shu soniyadan boshlab barchangiz kompaniyadagi barcha lavozimingizdan sharmandalarcha bo'shatildingiz. Barcha xizmat avtomobillaringiz, yashab turgan qimmatbaho kottejlaringiz bugunoq kompaniya hisobiga musodara qilinadi. Agar bittang ruxsatsiz kompaniyaning bir tiyinini ishlatsang yoki ko'chada menga qarshi biror fitna qilsang, qo'limdagi bu asl hujjatlar to'g'ri prokuraturaga, qotillik bo'limiga ketadi. Endi yo'qolinglar mening ko'zimdan. Yo'qolinglar mening qasrimdan. Tansoqchilar, bu iskirtlarni sudrab hoziroq ko'chaga, itlarning oldiga oting. Barzangi, qora libosli tansoqchilar hech ikkilanmay Davron va uning jinoiy guruhini yoqasidan changallab olib, xuddi iflos qopdek sudrab zal eshigidan tashqariga otdilar. Kechagina qasrga mutlaq egalik qilish uchun g'urur bilan kelgan mag'rur qashqirlar bugun dumini qisgan xor itdek sharmandalarcha o'z qonli sirlari fosh bo'lgan holda qish ko'chasiga quvildi. Rustam o'zining qirol sifatidagi birinchi dahshatli zarbasini bexato bergan edi. Qasos va zaiflik yoxud xoinlarning kutilmagan qonli yurishi. Davron va Qahhor amaki qasr tashqarisidagi sovuq yomg'ir ostida, yirtilgan kiyimlarda ko'lmak loyga qorishib qolishdi. Davron g'azabdan pishqirib, yonidagi qora mashina g'ildiragini alam bilan qattiq tepdi. Bu la'nati ish qanday yuz berdi? Bu iskirt bola bizning yillab yashirgan barcha jinoyatlarimizni arxivi bilan biladi. Kampir hamma arxivini o'lishdan oldin unga ochib beribdi. Qahhor amaki qaltirab, lablari titrab pichirladi. Davron, agar u otasining qotilligi haqidagi yopilgan ishni haqiqatan ham qayta ochsa, ikkalamiz ham o'limga yoki umrbod qamalishga ketyapmiz. Undagi qora hujjatlarni har qanday yo'l bilan yo'q qilishimiz kerak. Davron, o'zing biror chora top, u bizning hammamizni bitta-bitta quritadi. Davronning yomg'ir aralash yuzida, ko'zlarida qonxo'r, shaytoniy bir niyat chaqnab ketdi.
U cho'ntagidan qimmatbaho telefonini olib, loy yuziga yovuzlik bilan qiya jilmaydi. U kiyimini toqirlab, qanday qilib bir kechada shunday dahshatli yirtqichga aylanmasin. U baribir oddiy inson. Go'sht va qondan iborat bola. Uning faqat bitta o'ta nozik va zaif joyi bor, qahhor amaki. Qanday zaif joy? Deb so'radi amaki umid bilan ko'zlarini katta ochib. U shu iflos ishlarga, kampirning nikohiga faqat onasining saraton operatsiyasi uchun kirdi, to'g'rimi? Demak, onasi uning yagona zaif tomiri. Uning onasi aynan hozir shahardagi markaziy xususiy shifoxonada og'ir amaliyot oldidan himoyasiz yotibdi. Rustam qasrda o'zini o'ziga bino qo'yib, yangi qirol his qilib o'tirgan bir paytda onasi yolg'iz va himoyasiz. Davron telefon orqali shoshilinch kimgadir maxfiy raqam tera boshladi. Alo, Qora chayon guruhimi? Menga zudlik bilan eng vahshiy ishongan odamlaringni ber. Hozirning o'zida shahardagi markaziy shifoxonaning 4-qavatidagi 12-palataga qurol bilan bostirib kiringlar. Palatadagi bemor qari ayolni va agar yo'lingga g'ov bo'lsa butun shifokorlarni ham ayamasdan yo'q qilinglar. Bu murg'ak Alfons bizga, kattalarga qarshi chiqish asli nima ekanini o'z qoni bilan tushunib yetsin. Qonli telefon qo'ng'irog'i va onaning faryodi. Bu paytda Rustam qasrning 2-qavatida Hadicha begimning keng xonasida edi. Kampir aravachada o'tirib, mag'rur jilmaygan holda xonadagi yashirin dahshatli video kuzatuv kameralaridan yosh yigitining qanday qilib o'z qonxo'r qarindoshlarini yanchib tashlaganini, ezib qovurganini rohatlanib tomosha qilgandi. Barakalla, mening yosh bo'rim. Sening xo'jayin sifatidagi birinchi ishing mukammal bo'ldi. Endi ular kechayu kunduz qo'rquvda, qachon qamalarkanman deb qaltirab yashashadi. Rustam chuqur, og'ir nafas oldi. Uning katta musht qilingan qo'llari hamon titrardi. U hayotida birinchi marta o'z qo'lidagi cheksiz kuchdan shunday mast bo'lgan va o'zini shu qadar xavfsiz himoyalangan his qilgandi. Endi hammasi ortda qoldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Men otamning xunini ham oldim, onamni ham pul bilan qutqardim, deb o'yladi u ichida biroz tinchlanib. Lekin aynan shu tinchlik lahzasida uning cho'ntagidagi shaxsiy telefoni qattiq jiringlab qoldi. Ekranda onasining davolovchi bosh shifokori raqami turardi. Rustam xavotir olib, darhol go'shakni ko'tardi. Alo, doktor. Operatsiya muvaffaqiyatli boshlandimi? Telefondan esa shifokorning vazmin ovozi emas, balki dahshatli inson qonini muzlatuvchi chinqiriqlar, og'ir buyumlar ag'darilib tushgan, oyna singan tovushlar va to'xtovsiz o'q uzilgan dahshatli ovozlar kela boshladi. Paq, paq, tars. Yordam beringlar. Yordam bering. Kimsizlar o'zi? Degan yosh hamshiraning jonsarak dodlashi aniq eshitildi. Keyin qandaydir noma'lum, qattiq va xirillagan erkak ovozi telefon go'shagini qo'liga olib, o'ta sovuqqonlik bilan dedi. Xush kelibsan o'zing yaratgan haqiqiy do'zaxga, Rustamjon. Sening qadrli onang endi bizning rahm-shafqatsiz qo'limizda. Agar yig'ib olgan hujjatlarni bugun oqshomgacha biz aytgan joyga keltirib bermasang, onangni o'sha operatsiya stolidagina burda-burda qilib, go'shtdek chopib tashlaymiz. Gudok, gudok, gudok. Rustamning quvvati ketgan qo'lidan telefon tap etib marmar yerga tushib ketdi. Uning tomirlaridagi oqayotgan barcha qaynoq qon bir soniyada muzlab qoldi. Dushmanlar uning eng nozik joyidan, ojiz va jondan aziz onasidan shafqatsizlarcha zarba berishgan edi. Yosh yirtqich endi bu ishonchli qasrda xotirjam o'tira olmasdi. U qafasdan qutulgan qonxo'r bo'ridek shaharga, o'zining yagona onasini qutqarish uchun qonli jangga qarab otlanishi, dunyoni vayron qilishi kerak edi. Asab tolalaringizni oxirigacha tarang qiladigan o'lim poygasi endi rasman boshlanadi. Inson o'zi uchun eng ko'p qo'rqqan, eng aziz narsasini yo'qotish xavfi ostida qolganda, uning ichidagi barcha insoniy tuyg'ular, rahm-shafqat, qonun-qoida mutlaqo o'ladi. Ularning o'rnini faqat bitta qadimiy instinkt, qon to'kish va ayovsiz qasos instinkti egallaydi. Rustam o'zining jondan aziz, xasta onasini o'lim poygasidan qutqarish uchun 70 yoshli boy kampirning qonli o'yiniga o'z ixtiyori bilan o'zini qurbon qilib kirgan edi. U Hadicha begimning qasrida o'z xoin amakilarini yer tishlatib, tezlik bilan adolat o'rnatdim deb hisoblagan edi.
Ammo u iflos va ochko'z qashqirlarning qanchalik tubanlikka borishini, qasos uchun kasalxona yotog'idagi ojiz ayolga qurol o'qtalishini tasavvuriga ham sig'dirmagan edi. Telefon go'shagidan kelgan qonli faryod va o'q ovozlari Rustamning qalbida yadroviy bombadek portladi. U endi yig'laydigan, onasining dorisi uchun odamlarga yalinadigan o'ksik bola emas. U butun imperiyaning mutlaq xo'jayini, ko'zini qon qoplagan, zanjirini uzgan yirtqich edi. Ovqatlar emas, insonlar qonga belanadigan mudhish tun o'zining qora eshiklarini lang ochmoqda. Qasrdagi qonli bo'ron yoxud qora bo'rilarning uyg'onishi. Tap. Telefon Rustamning qaltiragan qo'lidan tushib qasrning yaltiroq marmar polida parchalanib ketdi. Uning ko'z o'ngi qorong'ulashib, dunyo aylanib ketdi. Nafas olishi yovvoyilarcha tezlashib, tomirlaridagi qon go'yoki olov bo'lib qaynay boshladi. Nogironlar aravachasida voqealarni kuzatib o'tirgan Xadicha begim uning bu holatini ko'rib, mudhish vaziyatni darhol tushundi. U o'zining aravachasi pultidagi favqulodda xavf tugmasini, qizil tugmani bosdi. TII. Atigi 10 soniya ichida yotoqxonaga 4 ta o'ta baquvvat, qop-qora maxsus harbiy kiyimdagi, razvedka darajasidagi zamonaviy avtomatlar bilan qurollangan tansoqchilar guruhi yugurib kirib kelishdi. Bular Xadicha begimning eng ishongan, shafqatsiz elit qo'riqchilari, o'zining shaxsiy qora bo'rilar armiyasi edi. Onam. Ular mening onamning shifoxonasiga qurol bilan bostirib kirishibdi. Meni onamni o'ldirishmoqchi ifloslar, deb bo'kirdi Rustam alamdan devorni bor kuchi bilan mushtlab. Uning qo'li qonab, yorilib ketdi, lekin qalbining og'rig'i oldida bu jismoniy og'riq umuman sezilmadi. Xadicha begim o'ta sovuqqonlik bilan tansoqchilar boshlig'i Po'latga qarab qat'iy ishora qildi. Po'lat, zudlik bilan eng saralangan yigitlaringni ol. Rustamga nima kerak bo'lsa, qanday buyruq bersa hammasini so'zsiz bajaringlar. Shahardagi o'sha markaziy xususiy shifoxonani to'liq shturm bilan olinglar. Agar onasining boshidan bir tola sochi to'kilsa, hammangni o'z qo'lim bilan peshonangdan otib tashlayman. Po'lat qattiq bosh irg'adi va Rustamga qarab belidan bitta og'ir, qora to'pponcha uzatdi. Biz jangga tayyormiz, xo'jayin. Buyrug'ingizni kutamiz. Rustam to'pponchani yulqib oldi. Uning ko'zlarida endi rahmdillik, insoniylik degan narsaning uchquni ham yo'q edi. U yerda politsiya keragi yo'q. Ularga shart qo'yish yoki murosa qilishning keragi yo'q. Kim onamning palatasi oldida begona bo'lib tursa, dushman bo'lsa ogohlantirishsiz, to'g'ri boshiga otinglar, dedi u muzdek, qabristondan kelayotgandek ovozda va yotoqxonadan xuddi qasddan yugurib dushman sariga uchib chiqib ketdi. Tungi poyga yoxud o'lim sari 120 mil. Tungi shahar ko'chalari. 3 ta qop-qora, zirehli Mercedes karvoni shahar ko'chalarini yirtib, qizil chiroqlarga va yo'l qoidalariga umuman qaramay, yovvoyi tezlikda uchib borardi. Rustam o'zi rulda o'tirar, uning ko'zlari yo'lga mixlangan, tezlik o'lchagich soatiga 180 kilometrni ko'rsatardi. Uning miyasida xuddi o'qdek faqat bitta fikr aylanardi. Chidang, onajon. Faqat ozgina chidang. Men kelyapman, hozir qutqaraman. Kasalxona binosi uzoqdan ko'rindi. Lekin uning atrofida odatdagi shoshqinlik o'rniga qandaydir g'alati va qo'rqinchli jimjitlik hukm surardi. Yo'q politsiya, yo'q tez yordam mashinalari. Davron o'zining milliardlab pullari va korrupsion aloqalari orqali butun xavfsizlik kameralarini va politsiya pultlarini vaqtincha o'chirib qo'yishga erishgan ekan. Rustam qora mashinani shifoxonaning katta shisha eshiklari oldiga shinalarni kuydirib, qattiq tormoz bilan to'xtatdi. Vzii. U va uning orqasidan tushgan 10 ta qurollangan qora bo'rilar shifoxona ichiga oyna eshiklarni tepib bostirib kirishdi. Ichkari xuddi urush maydonidek ostin-ustun bo'lib yotardi. Qabulxonadagi qo'rquvdan qotgan hamshiralar burchakda qaltirab, yuzlarini yopib yig'lab o'tirishar. Marmar polda toza qon izlari va singan dorixona shishalari sochilib yotardi. 4-qavat, deb baqirdi Rustam o'z tansoqchilariga. Hammangiz zinalardan yugurib chiqinglar. Liftga ishonch yo'q, tuzoq bo'lishi mumkin. Qonli zinalar yoxud yirtqichning haqiqiy kuchi. Ular tezkorlik bilan 2-qavatga ko'tarilishlari bilan. Qorong'i yo'lakdan kutilmaganda 2 ta qora niqobli yollanma qotil, Davron yollagan qora chayon guruhi a'zolari avtomatlarni ko'tarib pistirmadan chiqib kelishdi. To'xta joyingda, qimirlama.
deb baqirdi qotillardan biri qurolini o'qtalib. Lekin Rustam ularning oldida bir soniya ham to'xtamadi. U shunday dahshatli, kutilmagan tezlikda o'q yomg'iri ostidan egilib o'tib, to'g'ri birinchi qotilning ustiga sakradiki, orqasidagi tansoqchilari hatto xo'jayini nima qilayotganini anglamay ham qolishdi. Rustam qotilning avtomat ushlagan qo'lini o'zining chap qo'li bilan qattiq ushlab, uni devorga shunday qattiq kuch bilan urdiki, qars. Qotilning ko'krak qovurg'alari sinib ketib, og'zidan qon tuflab hushsiz yiqildi. Ikkinchi qotil qo'rquvdan qurolini to'g'rilab otishga ulgurmasdan, Rustamning ortidan kelgan tansoqchilar uning har ikkala tizzasiga ayovsiz o'q uzishdi. Paq, paq. Onam qayerda? Gapir, iflos it. Rustam qonga belangan yerdagi qotilning yoqasidan g'ajigudek tortib, yuziga issiq to'pponcha tiradi. To'rtinchi qavatda. Bizning boshlig'imiz Chayon uni garovda ushlab turibdi, deb xirilladi qotil tizzasidagi og'riqdan chiyillab. Rustam uni poldan itarib yuborib, yuqoriga qarab yugurishda davom etdi. 3. So'ngra 4 qavat. Har bir qadamda ag'darilgan kolyaskalar, singan tibbiy uskunalar, qo'rqib qochib ketgan vrachlarning xalatlari. 4 qavatning uzun va yorug' oq koridori oxirida aynan onasining palatasi 12-xona joylashgan edi. Palata eshigi lang ochiq. Ichkaridan qandaydir xirillagan bo'g'iq ovozlar kelardi. 12-palatadagi do'zax yoxud jallod bilan yuzma-yuz. Rustam palata ostonasiga halloslab yetib bordi. Orqasidagi tansoqchilar butun koridorni yopib, o'rab olishdi. U eshikdan ichkariga ehtiyotkorlik bilan qaradi va ko'rgan manzaradan nafasi bo'g'ziga toshdek tiqilib qoldi. Palata markazida hayotni ushlab turuvchi tibbiy apparatlarga ulangan, yuzi o'lim talvasasidan dokadek oqarib ketgan keksa onasi temir karavotda yig'lab yotardi. Uning bo'yniga, yuzida qalin pichoq chandiqlari bo'lgan Qora Chayon laqabli professional qotil sovuq va o'ta o'tkir qassob pichog'ini tirab turardi. Chayonning ikkinchi bo'sh qo'lida esa onasining hayotini saqlab turgan kislorod apparati trubkasi qisib olingan bor edi. U istalgan soniyada bitta harakat bilan trubkani uzib tashlashi yoki pichog'ini onasining bo'g'zidan tortib yuborishi mumkin edi. O'z oyog'i bilan ajaliga yugurib kelgan yangi xo'jayin, deb zaharxanda bilan qahqaha otdi Chayon Rustamni ko'rib. Pichoqni onaning tomog'iga yanada qattiqroq bosib, qurolingni sekin yerga tashla. Orqangdagi ko'ppak qo'riqchilaring pastga qarab orqaga qaytsin. Bo'lmasa bu qari, yaramas xotinning tomog'idan otilib chiqqan qaynoq qon bilan butun palatani o'zim yuvaman. O'g'lim, Rustamjon, qoch bu yerdan bolam. Bular o'ta dahshatli, iymonsiz odamlar ekan. Meni o'ylama, o'zingni asra bolam, deb yig'lardi onasi titragan, qurigan lablari bilan ko'z yosh to'kib. Rustamning ko'kragidagi yuragi ming bo'lakka parchalanib ketayozdi. Onasining yuzidagi har bir tomchi ko'z yoshi uning qalbini jahannam olovidek yondirayotgandek edi. Lekin u hozir his-tuyg'uga berilmasligi, aqlini yo'qotmasligi kerakligini juda yaxshi bilardi. U hozir zarracha zaiflik ko'rsatsa, dushmanga bo'ysunsa, ikkalasi ham o'ladi. Rustam indamay, sovuqqonlik bilan to'pponchani qo'lidan pastga tushirdi. Tap. To'pponcha polga tushdi va u bo'sh qo'llarini yuqoriga ko'tardi. Menga va xo'jayinimga nima kerakligini o'zing juda yaxshi bilasan, to'g'rimi? Dedi Chayon ko'zlarini makkorona qisib. Davron akaning hujjatlari, kampirning butun mol-mulkini unga qaytarib o'tkazib beruvchi bosh ishonchnoma va sening otang ishi bo'yicha yig'ilgan barcha arxiv qog'ozlari. Shularni o'zing bilan olib kelganmisan, Alfons? Rustam kostyumining ichki cho'ntagiga sekin qo'l soldi. Ha, istagan narsangni olib keldim. Barcha arxiv va so'ragan maxfiy hujjatlaring mana shu mening qo'limda. U ichidan qora jildli, qalin papkani chiqarib qotilga ko'rsatdi. Qo'yib yubor onamni. Hujjatni olginda daf bo'l bu yerdan, iflos. Men senga laqma ahmoqqa o'xshayapmanmi? O'zing sekin bitta qadam bosib olib kelib, shundoq oyog'im ostiga tashla, deb o'shqirdi Chayon pichoqni qisib. Kutilmagan zarba va qasoskorning oqayotgan qoni. Rustam qo'llarini ko'targancha sekin, sanab qadamlar bilan Chayonning oldiga yaqinlasha boshladi.
Onasining ko'zlaridagi faryodni, qo'rquvni ko'rib uning ichidagi g'azab vulqoni portlash arafasida titrardi. 2 metr. So'ng 1 metr. Rustam hujjatlar qalin jildini pastga, chayonning oyog'i ostiga uzatgandek, egilgandek bo'ldi. Chayon hujjatni ko'rib, uning qotil ko'zlari ochko'zlik va g'alaba nashidasi bilan chaqnadi. U g'alaba qozondim deb o'ylab, pichoq ushlagan qo'lini atiga 1 millimetrga ehtiyotsizlik qilib bo'shatdi. Shu birgina lahzalik soniya Rustam uchun yetarli edi. Rustam g'ayritabiiy, inson ishonmas tezlikda jildli papkani yerga tashlash o'rniga uni qattiq ushlab yuqoriga, to'g'ri chayonning yuziga qaratib bor kuchi bilan shunday qattiq urdiki. Chaq! Og'ir jildning qattiq charmli burchagi qotilning ochiq ko'ziga tegib, uni soniyada ko'r qilib qo'yayozdi. Chayon chidab bo'lmas og'riqdan dodlab pichoqli qo'lini orqaga tortdi. Rustam yashindek chaqqonlik bilan onasining ustiga o'zining butun gavdasini tashlab, qotilning pichoq ushlagan bilagidan har ikki qo'li bilan qattiq changallab oldi. Ikkala barzangi erkak palataning o'rtasida, o'lim talvasasida o'ralashib yerga ag'darilib dumalab tushdi. Chayon juda ham kuchli, ko'p janjallarni ko'rgan tajribali qotil edi. U g'azab bilan Rustamni ostiga bosib olib, yaltirab turgan pichoqni to'g'ri yigitning urib turgan yuragiga qarab sanchishga urindi. Pichoqning sovuq uchi Rustamning qimmatbaho kostyumini yirtib teshib, ko'kragidagi terisiga tegib qonata boshladi. "O'lasan bu yerda, iflos Alfons", deb bo'kirdi chayon og'zidan qon va so'lak tuflab. "Mening onamga teginding. Endi o'z do'zaxingda abadiy yon, maxluq", deb qichqirdi Rustam ko'zlari qonga to'lib. U yovvoyi bir kuch bilan bo'sh qolgan chap qo'li orqali chayonning bo'g'zidan qattiq ushlab, uning kekirdagini shunday siqib qisdiki, qotil nafas ololmay, ko'zlari kosasidan chiqib, bo'g'ilib pichog'ini polga tushirib yubordi. Rustam o'zining yuziga tinmay musht tushirayotgan chayonni bir siltashda orqaga ag'darib, yerdagi qonli pichoqni o'z qo'liga yulqib oldi va orqasini o'ylamasdan bor nafrati va g'azabi bilan qotilning ko'krak yelkasiga ayovsiz sanchib oldi. Qars! Chayonning hayvoniy dodlashi butun kasalxona qavatini titratib yubordi. Eshik ortidagi tansoqchilar xonaga darhol yugurib kirib, qonga g'arq bo'lgan, ingrayotgan qotilni sudrab, sovuq devorga qo'llarini qayirib mixlashdi. Rustam pishillab og'ir-og'ir nafas olar. Uning yuzlari, qo'llari va oppoq ko'ylagi butunlay qizil qonga belangan edi. U darhol xastalanib yotgan onasining yoniga yugurdi. "Onajon, men keldim. Men yetib keldim, sizni qutqardim. Ular endi sizga hech qachon hech narsa qila olmaydi", deb onasining muzlab qolgan ajinli qo'llarini o'pardi. Rustam qaynoq ko'z yoshlarini tuta olmay. Dahshatli burilish, pachoqlangan umid va o'lim ostonasi. Ammo onasi xursand bo'lish o'rniga sekin yoshli ko'zlarini ochib, achchiq yig'lab xonaning narigi zulmatli burchagiga barmog'i bilan ishora qildi. "Rustam, bolam, men baribir o'laman bugun. U yovuzlar mening so'nggi yashash umidimni majaklab ketishdi", dedi onasi hiqillab, nafas olishga qiynalib. Rustam nima gapligini tushunmay qotib qoldi. U onasi ko'rsatgan burchakka o'girilib qaradi va o'sha yerdagi mudhish manzaradan uning ustidan xuddi qaynagan qaynoq suv quyib yuborgandek butun badani muzlab ketdi. Burchakda shahar markaziy donorlik xonasidan ayni shu tun uchun maxsus keltirilgan, bugun tunda onasiga ko'chirib o'tkazilishi o'ta zarur bo'lgan tirik jigar donor organi saqlanadigan maxsus sovitkichli qimmatbaho konteyner qutisi yotardi. Lekin konteyner ag'darilgan va lang ochiq. Uning himoya shishasi chil-chil sindirilgan. Ichidagi o'ta qimmatbaho va noyob inson donor a'zosi polda, iflos tuproq va qonga qorishib, yirtqichlarning og'ir oyoq kiyimlari ostida shafqatsizlarcha majaklanib, yaroqsiz holga keltirib yotardi. Qora chayon. U onasiga pichoq tirashdan oldinroq onasi hayotini qutqarishi mumkin bo'lgan yagona umid. Donor a'zosini polga otib, og'ir harbiy etiklari bilan ayovsiz ezib tashlagan ekan. Davronning eng dahshatli, eng qonxo'r rejasi aynan shu edi. Garchi hujjatlarni Rustamdan ololmasa ham, Rustamning onasini uskunalar yordamisiz, tiriklayin azobda o'ldirish orqali o'ch olish edi. Qimmatbaho donorlik apparatsiz, yangi jigarsiz onasi uzog'i bilan atigi 24 soat yashay olardi xolos. Yo, u oq
Rustam alamidan tiz cho'kib, polda ezilib yotgan sovitkich qoldiqlari oldida bor ovozi bilan faryod qilib yubordi. Uning bo'kirgan, alamli ovozi shifoxona tomini yirtgudek darajada fojiali edi. 10 yillab kutgan qimmatli donor. Yoshligini yo'qotib kampirga qullik qilib topgan $110,000. Onasining hayoti. Hammasi birgina soniya ichida qora loyga qorishib, kuli ko'kka sovurilgan edi. Hadicha begimning qonli taklifi yoxud o'z ruhini shaytonga sotish. Shifokorlar zudlik bilan yugurib kirib, hushi ketib borayotgan onasini jonlantirish bo'limiga, reanimatsiyaga shoshilinch olib ketishdi. Biz endi hech narsa qila olmaymiz, Rustamjon, dedi keksa bosh shifokor boshini afsus bilan chayqab, yig'lamsirab. Majaklangan donor a'zosi butunlay yaroqsiz, o'lik holga keldi. Boshqa yangi donorni, aynan shu qon guruhidagini topishga kamida bir necha oy, hatto yillab vaqt ketadi. Onangizning kasallangan organizmida esa faqat va faqat ertangi tonggacha yashashga vaqt bor. Meni kechiring, bolam, biz ojizmiz. Rustam huvillab qolgan kasalxona koridorida sovuq devorga suyanib, ko'zlaridan qon aralash yosh oqib, dunyodagi eng baxtsiz insondek o'tirardi. U o'zini shu qadar ojiz, mag'lub etilgan his qildiki, u borib Davronni ming bo'lakka bo'lib o'ldirsa ham, onasi baribir shafqatsiz o'lim topadi. Shu umidsizlik paytida uning yangi Hadicha begim bergan telefoniga qo'ng'iroq keldi. Ekranda Hadicha begimi degan yozuv miltillab turardi. Rustam qonga botgan, titragan qo'llari bilan go'shakni oldi. Ular, o'sha ifloslar onamning yolg'iz umidi. Donorini butunlay ezib tashlashdi. Hammasi tugadi. Biz yutqazdik, dedi u bo'g'iq, o'lik ohangdagi ovozda. Telefondan esa kampirning sovuq, hamma narsani oldindan ko'ra biladigan qat'iy va hiylagar ovozi keldi. Men senga ketishingdan oldin nima degandim, bo'rim? O'yin tugamadi, u endi haqiqiy ma'noda boshlandi. Yig'i sig'ingni bas qilib, hoziroq qasrga qayt. Nima uchun qaytaman? Onam o'lyapti, tushunyapsizmi? Menga sizning bu qonli qasringiz ham, milliardlab pullaringiz ham endi bir tiyinchalik kerak emas. Endi menga faqat onam kerak. Agar rostdan ham onang o'lmasdan yashab qolishini istasang, vaqtni yo'qotmay hoziroq yetib kel, dedi Hadicha begim shunday qattiq va avtoritetli ovozdaki. Rustam bir zumda sergak tortib, ko'z yoshlari taqqa to'xtadi. Menda sening onang qon guruhiga 100% mos keladigan, mutlaqo sog'lom, tayyor va tirik donor bor. Operatsiyani shu kechaning o'zidayoq ertaga qoldirmay boshlash mumkin. Nima? Qanday qilib? Rustamning tomiridagi qotib qolgan yuragi qinidan chiqqudek bo'lib ura boshladi. Kim u donor? Qayerdan topdingiz? Qancha million pul kerak? Aytganingizni qilaman, hammasini beraman. Hadicha begim xunuk va ayovsiz qahqaha otdi. Menga qog'oz pul kerak emas, Rustam. Bu qimmatli donorning tanasi aynan sening otangni Biyayev o'ldirgan. Bugun kasalxonani qonga botirib, sening onangni ham o'ldirmoqchi bo'lgan o'sha xoin amaking. Qahhor amakingning qondosh o'g'li Sanjarda bor. U hozir o'z oyog'i bilan mening qasrim ostidagi zindonda bog'lanib o'tiribdi. Onangni muqarrar o'limdan qutqarishning yagona yo'li bor, Rustam. Sen bugun tunda o'z qonli dushmaning, o'z qondoshingning qonini o'z qo'llaring bilan to'kasan. Sen uning jigarini qimmatbaho onang uchun o'z qonli qo'llaring bilan uning tanasidan sug'urib olasan. Qasos olovi va qutqaruv azobi o'zaro birlashdi. Agar bu shartga rozi bo'lsang, kelib o'z jallodlik libosingni kiy. Gudok, gudok, gudok. Telefon aloqasi shart uzildi. Rustamning chayqalgan miyasida xuddi atom bombasi portlagandek bo'ldi. O'zining jondan aziz onasini qutqarish uchun. U dushmani bo'lsa-da, o'zi bilan bir qon, bitta bobodan tarqalgan amakivachchasini, qahhorning yosh o'g'li Sanjarni o'z qo'li bilan o'ldirib, uning a'zosini majburan tortib olish kerak edi. Bu dahshatli mafiya guruhining o'yini ochiqdan ochiq shaytoniy kelishuv emasmi? Rustam onasi uchun bunga rozi bo'ladimi? U qasos yo'lida haqiqiy qonxo'r yirtqichga, o'z qondoshining ayovsiz jallodiga aylanadimi? Onaning hayoti yoxud insoniy qiyofaning vijdoni o'limi.
Asab tolalaringizni oxirigacha tarang tortib yuboradigan so'nggi qismda qonli tanlov boshlanadi. Odamlar shaytonni doim boshida shoxi bor, qip-qizil maxluq qiyofasida dahshatli qilib tasavvur qilishadi. Ammo hayotdagi haqiqiy shayton qimmatbaho italiyalik kostyum kiyib olib, o'zining jigarbandi bo'lgan qondoshining qonini to'kishga rozi bo'lgan va shunchaki pul yoxud qasos uchun hatto o'lim to'shagida yotgan ayolning so'nggi umidini ezib tashlagan nafs bandasi bo'lgan insonlardir. Rustamning kasal onasi shifoxonada hayot bilan vidolashib, so'nggi nafasini olar ekan. Uning yagona qutqaruvchisi faqat bitta, ruhan va jismonan dahshatli yo'l ortida qon yutib turardi. 70 yoshli ayyor milliarder Xadicha Begim. O'zining himoyasiz yosh erini shunchaki hujjat ko'taradigan qasoskor emas, balki butunlay his-tuyg'usiz, qonga tashna jallodga aylantirmoqchi edi. O'z amakivachchasining a'zosini tiriklayin tortib olish. Bu yuqori adolatmi? Yoki insoniylikka qilingan chinakam tuban jinoyatmi? Qasrning yer osti zindoniga qadam bosib tushib borarkan, Rustamning qizargan ko'zlaridagi so'nggi insoniy rahm-shafqat nurlari o'chib, o'rnini faqatgina qora, tubsiz o'lim va g'azab egallayotgan edi. Qonli qurbongoh o'zining navbatdagi qurbonini jimgina kutmoqda. Qasrga qaytish yoxud qonga belangan zamonaviy ritsar. Tungi soat aynan 3:00. Qop-qora zirehli Mercedes qasrning baland, havobatli temir darvozalaridan yovvoyi tezlikda shinalarni asfaltda yondirib uchib kirdi. Mashina g'irillab to'xtashi bilan o'q teshgan eshik zarb bilan ochildi va ichidan ust-boshi, oppoq ko'ylagi to'liq qizil qonga va ko'cha changiga belangan Rustam tushib keldi. Uning yuzida, qo'llarida vrachlarning ham, kasalxonadagi dushmanlarning ham, hatto o'zining yorilgan labining qoni bor edi. Ammo u maqsad sari tashlayotgan qadamlarini bir soniya ham sekinlatmadi. U to'g'ri qasrning ichkarisiga, kimsasiz yer osti bunkeriga olib boradigan maxfiy temir lift tomon tez yurdi. Liftning sovuq va og'ir temir eshiklari shovqinsiz yopildi. Yer ostiga qarab tezlik bilan tusharkan, Rustamning quloqlari ostida onasining o'lim talvasasida yig'lagan ovozi, polda majaklanib ezilib yotgan donor a'zosining qonli manzarasi tinmay kino lentasidek aylanardi. Seni o'z qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldiraman, qahhor amaki. Men senga va sening iflos urug'ingga onamning ko'zidan oqqan har bir tomchi ko'z yoshi uchun do'zaxni xuddi shu yerda qurib beraman, deb g'ijirladi u o'z tishlarini alam bilan. Ding. Lift qasrning 50 metr chuqurligidagi yer osti maxfiy zindoniga yetib kelib to'xtadi. Bu yer qadimiy asrdagi qonli qiynoqlarni eslatuvchi, sovuq qalin beton devorli, ammo ayni paytda eng zamonaviy tibbiy va xavfsizlik apparatlari bilan to'liq jihozlangan o'ta maxfiy joy edi. Zindonning qoq markazida, o'zining nogironlar aravachasida Xadicha Begim jilmayib, qirolichalardek viqor bilan o'tirar. Uning atrofida qurollangan qop-qora libosli qora bo'rlar tansoqchilari va oq xalat kiygan, yuzini yopib olgan ikkita yashirin xirurg shifokor mutlaq tayyor holda turardi. Lekin Rustamning ko'zlari faqat xonaning to'ridagi mudhish manzaraga qadalib qoldi. U yerda polga qotirilgan og'ir temir stullarga yo'g'on zanjirlar bilan mahkam bog'lab qo'yilgan ikkita chorasiz erkak turardi. Ularning biri Rustamning otasi o'limida bevosita qonli qo'li bor bo'lgan xoin, pastkash qahhor amaki. Ikkinchisi esa uning 22 yoshli erkatoy arzanda o'g'li. Egnida kalta ishton va qimmatbaho brend yozilgan futbolkada, qattiq qo'rquvdan yig'lab, burunlari oqib titrab o'tirgan Sanjar edi. Zindondagi qonli haqiqat yoxud iblislarning fosh etilishi. Rustam og'ir qadam tashlab, jallod kabi sekin ularga yaqinlashdi. Uning ko'zlaridagi dahshatli, o'limkash sovuqlikni ko'rib, qahhor amakining duduqlangan tili aylanmay, butun badani qaltirab qoldi. Rustam, jigarim, meni va o'g'limni kechir. Bu xotin, bu alvasti Xadicha Begim butunlay aqldan ozgan. U yigitlarini jo'natib bizni ko'chada mashinamizdan ushlab, xuddi hayvondek bu qorong'u yerga sudrab olib keldi. Iltimos, o'g'limga, o'zingning ukangga teginmanglar. Otinaman sendan, men senga amakiman-ku, deb ho'ngrab yig'lardi. Bir paytlar qasrda Rustamni Igadoy Alfons deb ustidan ochiq masxara qilgan mag'rur amaki. Rustam hech narsa demay, indamay kelib qahhor amakining yuziga shunday qattiq musht tushirdiki,
Kars. Qahhor amakining burni g'irsillab sinib, yuzidan qora qon favvoradek otilib ketdi. Temir stul zarbdan orqaga ag'darilayotganda orqadagi tansoqchilar uni ushlab qolishdi. Mening mehribon otamni o'ldirgan iflos qo'llaring bilan bugun yotib qolgan onamning qutqaruvchi donorini ezib pachoqlading, deb bo'kirdi Rustam uning qonli yoqasidan ushlab, ko'ziga tik qarab. Sening o'sha yollagan itlaring shifoxonaga, tinch joyga bostirib kirdi. O'lim to'shagida yotgan onamni kislorodini uzib tashlamoqchi bo'ldi. Senda ham insoniy yurak bormi o'zi, iflos? Axir biz hammamiz bir boboning, bir qonning bolalarimiz-ku. Qahhor amaki og'zidan qon yutib, tishlari orasidan sovuq qahqaha otdi. Bir qon. Sening otang haqiqiy laqma, g'irt ahmoq edi. U kompaniyaning yashirilgan milliardlarini, qora ishlarni davlatga, prokuraturaga topshirmoqchi bo'ldi. Men uni o'ldirtirmaganimda, o'zim butun umrga qamoqda chirib o'lardim. Bugun ham kasal onang tirik qolsa, sen baribir bizni tinch qo'ymasligingni, oxirigacha borishingni bilardim. Ha, rostini aytaman. Men o'sha hayot beruvchi donorni majaklashga o'zim qat'iy buyruq berdim. Va bu ishni mening o'z o'rnimga qoladigan aqlli o'g'lim Sanjar bajardi, u pul to'ladi. Rustam dahshatdan qotib, zanjirlangan 22 yoshli Sanjarga qaradi. Sanjar amakivachchasi doim shahar elita klublarida ota pulini osmonga sochib yuradigan, maishatparast yengiltak yigit edi. U hozir qo'rquvdan shimini ho'l qilib qo'ygan bo'lsa-da, dadasidan dalda olib, Rustamga zaharxanda qilib yig'lamsirab kulishga urindi. Ha, ko'cha gadoy. Men o'sha qora chayonga $100 ming naqd pul to'ladim. Sening qadrli onang shu daqiqalarda o'ladi. Sizlarning ochiq qorningiz doim bizning oyog'imiz ostida, poyabzalimizda bo'lgan. Meni bu aqlini yegan kampir baribir o'ldira olmaydi. Agar mening bir tomchi qonim to'kilsa, politsiya barchangni tutib qamaydi, tushundingmi? Qonli pichoq yoxud jallodlik qasamyodi. Hadicha begim sekin pultni bosib, aravachasini Rustamning yonigacha surib keldi. U qo'lidagi kichik, o'ta o'tkir kumush rangli jarrohlik skalpelini, qon tomizadigan pichog'ini qinidan chiqarib Rustamga xotirjam uzatdi. Kampirning sovuq ovozi yer osti g'orida dahshatli aks sado berib yangradi. Rustam, ular sening oxirgi insoniyligingni ezib tashlashdi. Endi sen ularning insoniyligini emas, jismoniy a'zolarini o'z qo'ling bilan tortib olasan. Kechasi bilan maxfiy tibbiyot ekspertizasini o'tkazdik. Sanjarning jigar ko'rsatkichlari sening onangnikiga 100% aniq mos keladi. Otasining buyrug'i bilan onangning so'nggi yashash umidini majaklagan o'g'il. O'zining tirik tanasi, o'z a'zosi bilan qonli tovon to'lashi bu olamdagi oliy adolatdan emasmi? Qahhor amaki bu gapni eshitib, ko'zlaridan yosh aralash zanjirlarni uzgudek tipirchilab, vahimaga tushib dodlay boshladi. Yo'q. Aslo. Mening yolg'iz o'g'limga teginma, qonxo'r alvasti. Rustam, Xudo haqqi insof qil, yalingaymi senga? O'g'limning ichak chavog'ini tiriklayin ag'darishga zarracha haqqing yo'q. Buni davlat qonuni kechirmaydi, Xudo ham kechirmaydi. Rustam qaltiragan qonga belangan qo'llari bilan kampirdan sovuq skalpelni oldi. Pichoqning temir dastasi uning issiq, terlagan qonli qo'lida xuddi o'lim kabi muzdek sezilardi. Agar men hozir shu yosh yigitni so'ysam, onamni yashab qolishi uchun o'z dushmanning qonini to'ksam, men ham ularga o'xshagan ayovsiz qotil maxluqqa aylanmaymanmi? degan achchiq o'y uning miyasini yirtib yuborayotgan edi. U zanjirlangan Sanjarning ro'parasiga kelib to'xtadi. Sanjar endi haqiqiy o'lim xavfini tushunib, yuzlari burishib, bolalardek dodlab, ho'ngrab yig'lay boshladi. Rustam aka, aka, iltimos oyog'ingizni o'payin, meni kesmang. Men faqat dadamning menga buyurgan aytganini qildim xolos. Pulni ularga u berdi. Meni o'ldirmang. Mening hali yashagim kelyapti aka. Hadicha begim sovuq jilmayib uning ortidan pichirladi. Kes uni Rustam. Agar sening ko'ngling bo'shlik qilsa, sening aziz onang shu ondayoq o'ladi. Bu beshafqat dunyoda faqat kuchlilar va qonsizlar yashaydi. Bu sening yangi xo'jayin sifatidagi birinchi va o'limkor oxirgi qonli imtihoning. Kes deyman. Oliy arxitektorning hukmi yoxud yirtqichning mukammal aqliy yechimi.
Rustam o'tkir skalpelni dushmanga qarab yuqoriga ko'tardi. Qahhor amakining faryod qilib dodlagan ovozi quloq parda kar qilgudek darajada mudhish edi. Sanjar esa qo'rquvdan ko'zlarini yirtib hushidan keta yozdi. Rustam skalpelni yovvoyi kuch va tezlik bilan pastga qarab sanchdi. Shart. Lekin o'tkir pichoq Sanjarning ko'kragiga emas, balki Sanjar bog'langan temir stulning orqa suyanchig'iga bor kuchi bilan sanchilib qotib qoldi. Xonadagi hamma nafasini yutib qotib qoldi. Hadicha begim tushunmay g'azab bilan qoshlarini chimirdi. Rustam pishillab og'ir nafas olar. Uning qizargan ko'zlarida endi qotilning tubanligi emas, balki haqiqiy qirolning asl va buyuk aqlbovar qilmas yorqinligi bor edi. U yig'layotgan qahhor amakisiga qarab mag'rur o'girildi. Men senga o'xshagan o'z qonini to'kadigan qassob emasman, qahhor amaki, dedi Rustam mag'rur va dahshatli bariton ohangda. Agar hozir o'g'lingni tiriklayin so'yib tashlasam, sening iflos va harom qoning mening qo'llarimda umrbod qoladi. Lekin men onamning ko'z o'ngimda o'lishiga ham qarab turadigan latta emasman. Rustam zindondagi oq xalatli yashirin shifokorlarga qarab yuzlandi. Insonning jigari o'zini o'zi qayta tiklaydigan, hujayralari regeneratsiya qiladigan olamdagi yagona a'zo. To'g'rimi? Agar tirik, sog'lom odamning jigaridan ma'lum bir bo'lagini kesib olsangiz, u inson o'lmaydi. U qolgan qismi bilan bemalol yashab keta oladi va o'rgan vaqt o'tib o'z asliga qayta oladi. Shundaymi mening gapim? Deb so'radi u vrachlarga qarab. Keskin va ehtiyotkor shifokor rozi bo'lib qattiq bosh irg'adi. Xuddi shunday, xo'jayin. Agar jigar bo'lagini transplantatsiya, ya'ni ko'chirib o'tkazish qilsak, bu yosh yigit 100% tirik qoladi. Lekin kuchli og'riq va operatsiya asoratlari kelajakda bo'lishi mumkin. Va tibbiy qoidalarga ko'ra u o'z ixtiyori bilan rozilik qog'oziga imzo chekishi qonunan qat'iy shart. Rustam shafqatsiz va g'olibona tabassum qildi va qahhor amakiga ko'zlarini qadadi. Eshitdingmi, amaki? Sening o'g'ling meniki kabi go'rda o'lmaydi. Lekin men uning jigarining yarmini onam uchun qonuniy va qassoblarcha kesib olaman. Va u tirik qolib, har kuni, har soniyada o'z joni va o'z tanasi onamning qonida urib turganini qon yutib his qilib, vijdon azobida yashaydi. Sizlarning iflos va harom qilingan tanangiz mening onamning toza ruhini o'limdan asrab qoladi. Meni va oilamni qullikka solyapsanmi? Mening yagona o'g'limni laboratoriyadagi tajriba quyoni qilyapsanmi? Biz hech qanday rozilik hujjatiga aslo imzo chekmaymiz. Politsiya kelib seni baribir umrbod qamaydi, deb jahl bilan bo'kirdi qahhor amaki zanjirlarni siltab. Rustam uning terlagan peshonasiga og'ir to'pponchani qattiq tiradi. Imzo chekasan. O'zing yalinib chekasan. Agar o'g'ling o'z ixtiyori bilan jigarini berish va o'zingning barcha zavod va qora mulkingni Banu imperiyasiga bepul o'tkazish haqidagi rasmiy hujjatlarga hoziroq imzo chekmasa, sening o'sha ko'zingni shu yerda shu pichoq bilan tiriklayin o'yib olaman. Keyin o'g'lingni ham shafqatsizlarcha tiriklayin qurbon qilib yoqib yuboraman. Senda atigi 3 soniya vaqt bor. 1, 2. Sanjar o'lim talvasasida yig'lab dadasi tomonga qarab qichqirdi. Dada, iltimos dada, imzo cheking. Hamma mol-mulkni, hamma narsani shu ifloslarga beringlar. Jigarimni ham qirqib olinglar. Faqat menga nafas olishim, yashashim uchun bittagina imkon beringlar. U haqiqatan ko'zini qirpmay ikkalamizni o'ldiradi. Qahhor amakining yillab yig'gan viqori va kibri yer bilan bir bo'lib yakson bo'ldi. U titragan, xo'rlangan va butunlay yengilgan holda yig'lab boshini quyi soldi. Roziman. Hujjatlarni shu yerga ber. Hamma narsamizni o'zingga tortib olding, Rustam. Sen shunchaki biz o'ylagan sodda Alfons emassan. Sen shaytondan dars olgan haqiqiy maxluqsan. Rustam shartnomalarni uning qonli qo'liga tutqazdi. U o'z qo'lini qonga botirib dushmanini o'ldirmadi. Lekin o'limdan ham ming chandon dahshatliroq abadiy jazo berdi. Dushmanni jismonan emas, ruhan ezib yakson qildi va o'z yorug' kelajagini yaratdi. Haqiqiy jallodlar doim pichoq bilan emas, aql bilan g'alaba qozonishini hammaga isbotladi. Va uning imperiyasi endi butunlay engilmas kuchga aylangan edi.
Bu kecha adolatning naqadar qonli bo'lishini tarixga o'z muhri bilan yozib qo'ydi. Qora tunda boshlangan mash'um to'y ertagi oppoq tongda shafqatsiz g'alaba madhiyasi bilan yakun topdi. Va uning onasi unga tushuncha mehribonlik ulashgan aziz zot yashashda davom etadi. Uning shafqatsiz va shonli hikoyasi esa dunyoni titratish uchun endigina boshlanmoqda edi. Va hech bir dushman uning qahri oldida ortiq bosh ko'tara olmasligini bilib, osuda qon bilan nafasi sokinlashdi. Adolat shafqatsiz bo'lishi mumkin, lekin u doim xiyonatni yanchib tashlaydi. Zindondagi sovuq devorlarda esa faqat o'tmish xotiralari va xoinlarning yig'isi mangu sado berib qoldi. O'z aqlini saqlab qolgan, ammo ruhini imperiya temir zanjiriga o'ragan yangi xo'jayin endi yengilmas edi. Hayot uni o'zgartirdi. U ham qonli o'yinda shoh qoidalarini yozishni qoyilmaqom qilib uddaladi. Uning qasos yo'li aynan shu yerda. Qorong'ulik tugab, yorug'lik g'olib bo'lgan zindonda shonli va abadiy g'alabaga o'z munosib o'rnini osmon qadar tiklab, tarixni ag'dar-to'ntar qildi. Va u faqat o'z adolatiga, o'z qonli qoidalariga ishonib yashashni o'rgandi. O'yin tugadi. Ammo bu butunlay yangi buyuk hukmronlikning qonli ibtidosi edi. Haqiqiy shaytonona rejalar barbod bo'lib, insoniy aql o'z oliy maqomiga daxlsiz o'tirdi. Va uning atrofidagi yovuzlik abadiyan yer tishlab, zindon qorong'uligiga mahkum etildi. Rustam esa o'z baxtini va taxtini qutqarib qoldi. Qutqarilgan ona, mag'lub etilgan amakilar va taxtga o'tirgan yosh bo'ri. Buning bari uzoq kechaning qonli bayoniga aylanib, yillab doston bo'lib qoladigan mo'jizaviy qutqaruv edi. Hadicha begim ko'zlagan eng yuksak qasos dostondek xotirjam va mahobatli tugadi. Endi hech qachon xiyonatkorlar bosh ko'tarmaydi. Uning buyuk davri, uning baxtli yozmishi osmon qadar shunday poydor, shunday to'xtatib bo'lmas va barhayot bo'lib qoldi. Mangu yengilmas imperiyaning yosh bo'risi butun dushmanini oyog'i ostiga olib, g'olibligini jahonga namoyon qildi. Hammasi o'z yakuniga adolat bilan yetdi. Va u jimgina qorong'ulikni tark etib, onasining yorug' kunlari sari qadam tashladi. Barchasi aql bilan, kuch bilan hal bo'ldi. Eng muhimi, onasi yashaydi. U uchun dushman ham tovon to'laydi. U jilmayib, yorug' tonni qarshilashga otlandi. Qasos tugadi. Lekin haqiqiy hayot endi boshlandi. Va hammasi u kutgandan ham buyukroq, dahshatliroq, adolatliroq bo'ldi. O'z ruhini shaytonga emas, o'z aqliga va sevgisiga ishongan inson aslo mag'lub bo'lmasligini hayot amalda unga uqtirdi. Uning shonli dostoniga aylangan bu kecha hech qachon unutilmaydi. Hech qachon. Va bu abadiy g'alaba bo'lib qoladi. G'alaba qoni shunday shirin, shunday totli va shunday abadiy edi. Bu uning oltin taxtdagi mangu hukmronligi ibtidosidir. Haqiqat g'olib bo'ldi. Qotillar mag'lub. Shon-sharaf unga qoldi. Hammasi joyiga tushdi. Adolat o'rnatildi. U o'z taxtiga munosib. Xalq ham, imperiya ham uniki. U chinakamiga yengilmas va dahshatli shoh edi. Va uning ismi dushmanlari qalbida mangu qo'rquv uyg'otib, olamni larzaga sola oladigan qudrat timsoli bo'lib qoladi. U endi aslo o'sha qashshoq Alfons emas. U olamshumul Banu imperiyasining qonli taxtiga o'tirgan, dushmanlarini qon yig'latib tiz cho'ktirgan va o'zining jondan aziz onasini ajal iskanjasidan xalos qila olgan mukammal, o'ta sovuqqon va cheksiz qudratli xo'jayini. Yengilmas ritsari edi. Hammasi aynan u istagandek o'z yakunini topdi. O'yinning eng shohona mod qilinishi mana shunday yorqin asar bo'lib tamomlandi. Yagona hukmdorning yorqin o'nlari shu yerda yozib bitirildi. U qahramon edi. O'z oilasining qahramoni. U mangu yashaydi. U shoh. Uning yuragi toza, aqli esa beqiyos. Hammasi o'z nihoyasiga xotirjam va barqarorlik bilan yetdi. Eng ezgu ish va qonli adolat dostoniga aylandi. Adolat baribir abadiy g'alaba qozondi. U xotirjam nafas oldi. Hammasi ortda qoldi. Onasi va o'zi asrab qolindi. G'oliblik va adolat uning hamrohi. U osmon qadar shon sharafga burkandi. Tamom. Hammasi tugadi. Lekin asl yorqin hayot endi boshlandi.
Va bu shonli ibtido edi. U yengilmas shoh edi. Uning nomi mangu yashaydi. Bu buyuk g'alaba edi. U o'zining va onasining yorqin ertangi kunini mardlarcha himoya qilib qoldi. Va barchasi nihoyat o'z o'rniga, to'g'ri o'z iziga tushdi. Asl adolat shu edi. U bu adolatni qon va aql bilan sotib oldi. Va u hech qachon yutqazmaydi. Hech qachon. U endi o'zining buyuk qasridan turib, yangi ufqlarga nazar tashlay oladigan ulkan imkoniyatlar dunyosiga kirdi. G'alaba doim kuchlilarniki bo'lib qoladi. U haqiqiy kuch timsoli edi. Va uning buyuk yozmishi unga porloq kelajak eshiklarini lang ochdi. O'z sevgisi, onasi va qudrati bilan olamni o'zgartirdi. Hammasi adolat qonuni bilan yechim topdi. U o'z insoniyligini ham asradi. Qutqaruvni ham uddaladi. Va u bu dunyoda chinakam mo'jiza yaratib, o'z ismini tarixga muhrladi. U endi tirik afsona edi. Va uning shuhrati ko'klarga qadar yuksaldi. U shunday mukammal reja yaratdiki, dushman o'z o'rasiga o'zi tushdi. Asrning eng buyuk qasosi shunday shonli g'alaba bilan intihosini topdi. Va uning ruhi osuda. Onasi tirik. Dushman yer parchalab qoldi. Shu tariqa o'tmish fojiasining qoni yuvildi. Kelajak esa porloq va shafqatsiz darajada adolatli bo'lib qoldi. U eng buyuk xo'jayin. U yetuk shaxs. U Rustam edi. Banu imperiyasining qonuniy va sovuqqon hukmdori. Olam unga tiz cho'kdi. Va bu shunchaki boshlanishi edi. U o'z baxtini, onasining mehrini poymol qilganlarni to'laqonli mag'lub etib, o'z qonli qasamyodini qoyilmaqom tarzda bajardi. Qasos va qutqaruv o'z o'rnini topdi. U g'olib bo'ldi. Mangu yengilmas g'olib. Uning bu harakati mardlik va insoniylikning eng qonli, ammo eng to'g'ri ko'rinishi edi. Va u bunga erishdi. U o'z oilasini qutqardi. U yovuzlik ustidan sof aql va sabr bilan g'alaba qozondi. Va u qahramonga aylandi. Eng kuchli, eng aqlli va eng insoniy qahramon. Va uning bu shonli yurishi abadiy dostonlarga muhrlanib qoladigan mardlik namunasiga aylandi. U do'zaxdan yorug'lik yaratgan mo'jizakor inson edi. Va u hamma sinovdan o'z g'ururi bilan yuz yorug' bo'lib o'tdi. U Rustam, olamning eng shafqatsiz, lekin eng adolatli hakami bo'lib yetishdi. Va bu uning oltin davrining haqiqiy boshlanishi edi. U g'alaba qildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Farrosh hikoyalari kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.